Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Namangan G'unchadagi obyektimizda ham ish qizg'in ketib turibdi. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu yerda biz zinapoylarni quyib bitirganmiz. Mana tomga chiqishga ham zinapoyamiz o'zi bitgan. Apalkasini qilib bitonni ham qo'yib berdi. Mana tom qismi uy egalari 4 metrga 16 metr joyida foydalanishga yaroqli qilib beringlar dedilar. Maslahatlashib chevarxona qo'yargan bo'ldi. O'rtadagi durchkalarni olib tashlab 220 balandligiga lag o'rnatdi, brus o'rnatdi mana. Tagiga pol qo'yib, karkaslarni mana tashlab, bu yerga monolit qilib beramiz. O'zingizning ishimizga baho beraverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab nomerimni qoldiraman, aloqa chiqaverasizlar. Oy egalari ham xursand bo'ldi. Keyin mana yoniga gipsokarton qadab, kakbey chevarxona qo'yargan bo'ldilar. Tom qo'rgan ekanman, shunday joyi dedilar. Maslahat berdi. Uyga xona qilib beramiz deb, mana o'shanga ish avjida ketib turibdi. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar.